kecha Qozog'istonga bordim, nimaga? Forumga borganimda bitta ayol, mashta bormi yo'qmi bilmadim. Kelib meni quchoqlab olgan. Mana shunday. Jibermaydi-da, уже bo'g'ilib qolaman-da. Mana shunaqasiga yig'layapti-da. Sizni menga Xudo berdi, sizni menga Xudo berdi. Siz даже tasavvur qila olmaysiz deydi. Shunaqangi yig'layapti-da. Men уже bo'ldi deydi. Уже hayot tugagandi. Men уже o'chayotgandim deydi. O'chib уже bo'ldi. Demak mana shunday o'lishim kerak ekan deb уже ikki qo'lim ko'tarib yengilgandim deydi. Instagramdan siz chiqib qoldingiz deydi. Bunda sizni eshitsam deydi, shunaqangi gaplaringiz deydi, zo'r. Dashi eshitdim. 8 ta kursingiz bor ekan deydi. Aksiya bo'layotgan paytda shartda oldim 8 ta kursingizni. Yana hayotga qaytarildim. Yana hozir yashash degan hozir hayotim rosa zo'r dedi. Sizdan minnatdorman deydi qizlar. Menga yana nima kerak? Aytinglar-da. Shunaqa. Urug'im bor. Mening urug'im Ramadan. Tasharg'an Ramadan kishi juz biz. Qozog'istonga ko'chmayman. Men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Mening kichkina o'g'lim Ostonada turadi. U Qozog'istonga ko'chib ketdi u. Qozog'iston azamati bo'ldi. Katta bolam bilan qizim mashta O'zbekistonda. Shu qaynatamni hovlisida yashayman. Menga yoqadi shu uy. Menga O'zbekiston yoqadi, haqiqatan yoqadi. Bu patxot emas. Haqiqatan yoqadi O'zbekiston. Nima qilay? Yaxshi ko'raman O'zbekistonni. Hozircha ko'chib ketish niyatim yo'q. Ko'chmasam kerak, mashta o'lsam kerak. Xo'jayinim yotibdi anta. O'shani yoniga borib meni ko'matdi endi. Tasavvur qiling, xo'jayinim bu yerda yotsa, men Qozog'istonga ketib qolsam-da, yo'qda Ostonadan bir joyga o'lib qolsam-da, meni shu yoqqa ko'mib qo'yapti. Bo'lsa, ne хочу. Mashta ermolda yotishim kerak. Kechirmaydi u meni keyin. Ha, ona nima ko'r deydi. O'lgandan keyin ham o'zing bilganingni qildingmi? Yo'q, deb so'katgan. Shuning uchun hali ham qo'rqamiz. Shuning uchun mashta yoniga yotishim kerakman. Endi hozircha emas. O'ziga ham aytaman, hali berib bormayman, to'xta, menga tegma, chaqirmaman deyman. Men hali xalqqa kerakman.